Assalomu alaykum. Anglayotganlar tarixiy tazkira asar Idiqut o'g'lonlari Mo'yitlar jamoati. Avtori Umarjon Sidiq. Mahmud Mo'yti. Davomi. Xo'janiyaz hoji Qashqarni tashlab Yingsarga borganda, Xotan qo'zg'olonchilaridan Nurmuhammad Emir sahib bir necha yuz fidoyi lashkari bilan Yingsarda. Uning aksi Abdullah Shah Mansur birər ming fidoyi lashkari bilan Yakanda edi. Xo'janiyaz hoji Emir sahib bilan ko'rishgandan keyin Yakanga berib Abdullah bilan ko'rishdi. Xo'janiyaz hojining ular bilan ko'rishib so'zlashishdagi maqsadi ularning o'zi bilan birlikda Majoyin qismlarga qarshi jang qilishni qo'lga keltirish edi. Abdullah minglagan odamining qo'liga cho'moq tutqizib, Shah Mansur ota, davlatingiz minglar yasha, deb daqadumbaq bilan g'azal o'qitib, Xo'janiyaz hoji bilan Mahmud Mo'ytining oldida o'zining kuchini namoyish qildi. Ular daqadumbaqni qancha ursmu, odamlarning qurollarining tayini yo'q, jangovarligining nachar ekanligi ko'rinib turadi. Xo'janiyaz hoji bilan Mahmud Mo'yti ularga qancha yaqinlashgan bilan ular o'zlarini podshoh deb hisoblab, Xo'janiyazning shingisi bilan birlashganligiga norozi bo'lib, qo'rsqida g'um saqlagan edi. Shundoqla ular yana har qanday dushmanga cho'moq tutgan fidoyilarim bilan taqobil turishga qodirman deb qaraydi. Bu chog'da Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatining boshliqlari o'zi xohlagan taraflarga parchalanib ketgan bo'lib, Qo'rchoq hukumatni Savut Damulla Yingsarga ko'chirib ketgan edi. Xo'janiyaz hoji va Mahmud Shijong ular bilan kori bo'lmay, Abdullahni o'z ixtiyoriga qo'yib, Yakandan chiqib Ilishquning bozori, Aysoning aviti, Terim va Yopurg'a orqali Cho'kan yarga kelib joylashdi. Andın u yerda Qashqar Yangishahridagi Majoying askarlari bilan urushishga tayyorlik ko'rdi. Qashqar Yangishahridagi Majoying askarlari Xo'janiyaz hoji bilan Mahmud Shijoning Cho'kan yarga o'rlashganligidan xabar tepib, cho'ng yo'l bilan mangmay shimol tarafdan aylanib o'tib, Shabdulliqqa, ya'ni Mahmud Shijon turgan joyning orqa tarafiga yurish qildi. Mahmud Shijong bu xabarni anglab, fidoyilarga Shabdulliqning janubidan aylanib o'tib, Fayzivatning nahiya bozoriga kirish to'g'risida buyruq berdi. Chunki shu chog'da Xo'janiyaz hoji 50 ga yaqin odami bilan Fayzivat naylik hukumatda aram ilayotdi. Agar Mahmud Shijong Shabdulliqning sharq tarafiga o'tib olmasa, Majoying askarlarining Shabdulliqqa kirib Xo'janiyaz hojini tutib olish ehtimoli bor edi. Shunga fidoyilar Mahmud Shijongga agishib, kechicha yo'l mengib, Fayzivat bozoriga o'tib oldi. Mahmud Shijong darhol Xo'janiyaz hoji va Luijang, Tuanjanglar bilan birlikda kengashib, agar Fayzivat bozorida urush bo'lsa, fuqarolarning xatarga uchraydiganligini nazarda tutib, nahiya bozorining sirtiga chiqib urush qilishni qaror qildi. Fidoyilar Fayzivat bozoridan 10 necha kilometr sharq tarafdagi cho'ng yo'l ustiga, ya'ni Qobul ko'riki degan joyga berib o'rinlashdi. Ertasi degandek dushmanlar yetib keldi. Majoying askarlaridan 300 otliq kishi cho'ng yo'l bo'ylab hujum qilib, fidoyilarga birdilla o't ochdi. Mahmud Shijong o'z fidoyilarini cho'ng yo'lning ikki tarafiga o'rinlashtirib, o'zi 100 odam bilan cho'ng yo'lni to'sib turdi. U fidoyilarga burunlab, dushman 400 metr yaqin kelmaguncha o'q chiqarmanglar, deb topilgan edi. Fidoyilar shu bo'yicha o'q chiqarmay chanlab turib, dushman 400 metr yaqinlashganda ondan o'q chiqarishga boshladi. Dushman qo'shinidagilar oldida bayroq ko'targanidan tartib qatirisiga arqa-arqadan do'malab tushishga boshladi. Oldidagi qismi yiqilgandan keyin qolganlari orqa qarab qochqili turdi. Ularning bir qism otlariga o'q tegdi. Yana bir qism otlari egalarining uchib tushganiga qaramay, uduldan fidoyilar tarafga chepib keldi. Fidoyilar u otlarni bir-birlab tutib oldi. Biroq ot egalarining qurollarini o'lja ololmadi. Chunki ularning yiqilgan yeri tüp-tüz ochiqchilik bo'lib, yana bir qism dushman fidoyilarga uzmay o'q chiqarib turg'achqa, u yerga berishga imkoniyat bo'lmadi. Dushman tarafmu bir hazog'icha olg'a ilgirlayolmay, bir izda turib qilib, oxiri chekindi. Lekin uzoq o'tmay askarlarni qaytadan o'rinlashtirib, fidoyilarga yana o't ochdi. Urush yarim kun davomlashgandan keyin
fidoyilarning g'arb tarafidagi so'l qanot fidoyilar chekinishga boshladi. Orqadan o'ng qanot fidoyilarmi chekinishga boshladi. Ammo Mahmud Shijong chekinmay o'tir yo'lda turib oldi. Shu arada so'l tarafdagi dushmanlar orqa tarafga o'tib ketdi. O'ng taraf sozliq bo'lg'achqa, u yerdagi dushmanning harakati ostroq bo'ldi. Shundaqdimi, fidoyilar ilojsiz qilib cho'ng yo'lni tashlab chekinishga boshladi. Düşmanlar Mahmud Şijanның o'tir yo'lda ekanligini, uning oq etidan belib olib, yondan va orqa tarafdan ot silib, fidoyilarni qo'rshlashga harakat qildi. Ularning maqsadi Mahmud Shijonni tutib olish edi. Mahmud Shijon bo'lsa, dushmanning qorshab kelayotganligiga pisand qilmay, yanada boturlik bilan ikki qo'lidagi mavzurdan to'xtamay o'q uzib, bir pay o'qida bir dushmanni yiqitmoqda edi. Bu chog'da Mahmud Shijonning qo'g'dash payining boshlig'i Ablimit Maqsudov boshchiligidagi 30 ga yaqin botur fidoyi Mahmud Shijonning unimig'iniga qo'ymay, dushmanni to'sib etib, uni g'albilik chekindiribdi. Qo'g'duvchilar Mahmud Shijon uzab ketganda, uning orqasidan yetishib olib, dushman yaqinlashsa yana to'sib etishib, Mahmud Shijonning chekinishiga fursat yaratib berdi. Mushundaq bir qancha qatim takrorlanish bo'ldi. Eng qo'rqinchli Mahmud Shijong ikki qitim dushmanga tutilib qolg'ili tas qoldi. Bu 10 necha fidoyi shunda xatarlik daqiqalardan qutulib, Linkoning ko'rigidan o'tib, to'p-to'g'ri Makitga yo'l oldi. Makitga borgandan keyin Mahmud Shijong bir qancha fidoyining darajasini o'stirdi. Shu qatorda Ablimit Maqsudnimi Payjongliqdan Lianjongliqqa o'stirdi. Bu uni ikkinchi qitim o'stirishi edi. Birinchi qitim 1933 yili yozda Korla bosh agimdagi dastlabki urushda Mahmud Mo'ytiga o'q tegib, Majoyinga tutilib qilish xavfi ostida qolganda, Ablimit Maqsud boshchiligidagi 7-8 fidoyi uni qutqizib olganligi uchun bir qanchalarni jumladan Batur jangchi Ablimit Maqsudnimi Banjangliqdan Payjongliqqa o'stirgan edi. Mahmud Mo'ytini qo'g'dash rotasidagi jangchilarning ko'pinchisi Ostonada qo'zg'olon ko'targandila qo'liga qurol elib Mahmud Mo'ytiga ergashgan. Mahmud Mo'yti bilan bir mahallalik qo'shnilarning yoki tuqqanlarining farzandlari bo'lib, ular boturligi, ishonchlik, sodiqligi, fidokorligi bilan ko'p qitimliq qonliq janglarda zo'r xizmatlarni ko'rsatdi. Mahmud Mo'ytini boshdan oxir jon tikib qo'g'dab, dehqonlar inqilobiga zo'r tuhfa qo'shdi. Xo'janiyaz hoji 200 ga yaqin fidoyi bilan Fayzoboddan otishga ketgan edi. Dushmanlar buni tuyib qilib, orqasidan qo'g'lab bordi. Natijada ikki taraf otish og'uda urush qildi. Oxiri Xo'janiyaz hoji Erkashtam tarafga yo'l elib, Sovet chegarasi bo'lgan Simxonga berib oldi. Qashqardagi Yusufjon Qurbishi Majoying askarlarining otishda Xo'janiyaz hoji bilan urushayotganligidan foydalanib, Opaldan Qashqar Ko'n shaharga kelib, shu yerdagi Majoying askarlariga o't ochgan edi. Shahar xalqi ularga duo qilib tilakdoshlik bildirdi. Biroq Yusufjon qo'zg'agan hujum g'alaba qilolmadi. Natijada Majoying askarlari shahar xalqini bizga qarshi turib Yusufjonga tilakdoshlik bildirganlar deb oldiga uchirganlar kishini qirib chepib, cho'ng qirg'inchilik qildi. Mushu fursatni kutib turgan Majansang bilan Mafuyuan qismlari Qashqar shahriga bostirib kirib, harbiy holat yurgizib, shaharda dahshatli qirg'inchilik, bosqinchilik, bulang-talang ilib bordi. 3 kech kunduzlik harbiy holat davomida shahar va atrof mahallalarda taxminan 4 mingdan ortiq odam jinidan ayrilib, buovat qadimiy shahar xuddi bir to'p yava cho'shqilar dastlab, yanchib, mijib tashlagan gulzorli xarobasidek cho'ldarab qoldi. Majoying qismlari orqadan yana Yingsarga hujum qilib, Emir Sohib Nur Muhammad qo'shinini qorshib oldi. Mafuyuan bilan Majansang ikkisi Kona yangi ikki shaharga hukmron bo'lsa-mu, shahar atrofidagi yezilarni egallay edi. Opal, Tashmiliq, Yopjan, Yingsar, Makit qatorliq joylar yanada qo'zg'olonchilarning ilikida bo'lg'achqa, ular shahar ichida bo'g'ilibla qolgan edi. Uning ustiga Urumchi atrofidan mag'lub bo'lib qochgan Majoying va uning qochqin qo'shinlari turkumlab Qashqarga kelishga boshladi. Mushundaq tarixiy sharoitda
Qashqarga to'plangan Majoying qismlari Xotan orqali Dunhuang tarafga chekinish yo'li ochmoqchi bo'ldi. Emir Sahib boshchiligidagi Xotan fidoyilari Majoying qismlarini Xotan tarafga o'tkazmaslik uchun Yengsarni istehkom qilib, ularning yo'lini to'sdi. Shundoq qilib, Janubiy Shinjang urushi ichida eng qattiq bo'lgan Shinjangni zilzilaga keltirgan Yengsar urushi boshlanib, urushda Xotan qo'zg'olonchilari mislsiz qahramonligi va fidokorligi bilan tarixda o'chmas sahifa ochdi. Majoying qismlariga qaqshatqich zarba berib, ularni ig'ir chiqimga uchratdi. Mahmud Moiti Makitda bir necha kun dam olgandan keyin terimni kesib o'tib, Ko'krabotga berib, Yakandagi Xotan fidoyilarini Yengsardagi Emir Sahibni qutqizishni tashabbus qildi. O'zi fidoyilarni boshlab Yengsarga yurib ketdi. Mahmud Shijang Yengsarga beribla Majoying askarlarga o't ochdi. Emir Sahib Yengsarning sepili ichiga 500 cha fidoyilari bilan solinib olgan va sepil darvozasini ichidan taqab xish qo'pirayotgan edi. Ularda 200 dak ot, 200 dak qo'y, 3-4 ming jang yirik ochliq bor bo'lib, fidoyilar oz sonda o'qi yo'q har xil nachar miltiq, ko'pincha cho'moq, qilich, nayzlar bilan qurollangan edi. Majoying askarlari sepilning sharqiy sirti tarafdagi yog'ochlar mahallasiga o'rnashgan bo'lib, sepil ichida fuqarolar asosan yo'q deyarlik edi. Sepil sirtidagi bozor aholisining ko'pchiligimi urush tufaylidan uylarini tashlab, sahrolarga tarqab ketgan yoki Majoying askarlari ularni majburiy ko'chirayotgan. Sepil sirtida faqat oz sondagi yetim yesirlarla qolgan edi. Mahmud Shijangning maqsadi bir tarafdan Majoying askarlari bilan urush qilish, yana bir tarafdan Emir Sahibni qo'rshovdan qutqizish edi. Shunga u Emir Sahib fidoyilarini to'naydigan bir qancha Xotan mo'tavarlarini ot silib berib, sepil ichidagi Emir Sahib fidoyilarini chekinib chiqishga da'vat qildirdi. Hatto Mahmud Shijani muhofazat qiladigan fidoyilardan Iskandar Abidiymi ularga nasihat qildi. Iskandar Abidi sepil tuviga otliq berib, sepil ustidagi fidoyilarga Mahmud Shijan sizlarning fursatni ching tutib, darhol sepil tishiga qaytib chiqishinglarni tavsiya qiladi, deb chekilib qaytib keldi. Biroq Emir Sahib dushman sepil ichiga kirolmaydi degan o'y bilan sepildan chiqishga ma'qul bo'lmadi. Emir Sahib qo'shinlari 17 kecha kunduz davom qilgan qonliq urushda qurol yarog' kamchil va nachar bo'lishda qiyinchilikqa uchrab qolmasdan, yemak ichmak, oziq tulik yetishmaslikda qiyinchilikqa duch keldi. Dushman taraf qurol yarog' jihatda xil bo'libla qolmasdan, son jihatimi ko'p edi. Ular shahar darvozasiga o't qo'yish, sepilga shot qo'yib chiqishdek nurg'un taktikalarni qo'llangan bo'lsa-mu, lekin Xotan fidoyilarining g'ayrat jasorati ostida ularning har qatimliq qilgan hujumi qattiq mag'lubiyatga uchrab, yuzlagan o'liklarni qoldirib, ig'ir chiqimdor bo'ldi. Xotan fidoyilari o'q dorini tejash asosida sepil ustiga ko'p miqdorda tosh kesak to'plab, hujumga o'tgan dushmanlarni chalma kesak qildi. Sepilga yamishib chiqqan dushmanlarni cho'moqladi. Ularning beshiga lim yog'ochlarni do'malatdi. O't yiqilgan bo'ra yo'gaklarni do'malatib ko'ydirdi. Xotan fidoyilari qo'lidan keladigan barliq chora tadbirlarni qo'llanib, dushmanga qattiq qarshilik ko'rsatgan bo'lsa-mu, lekin ularni yemak-ichmak masalasi qiynab qo'ygan edi. Ular 10 necha kun davom qilgan urush jarayonida qo'lida bor bo'lgan yirik ochliqlar bilan qo'y kalalarni yeb tugatgan edi. Keyingi kunlarda amalsizlikdan jang otlarini o'ltirib yeyishga majbur bo'ldi. Atiyaz siriq ottapda o'ruq otlarning go'shtlari odamlarning qo'rsqini og'ritib, ichini surib jiq azoblarni soldi. Qiyinchilik qatma-qat ig'ir bo'lsa-mu, fidoyilar yanala bardoshlik berib, dushmanga ajallik zarba berdi. Shu asnoda Emir Sahibning aksi Abdullah Shah Mansur inisiga yordam qilish uchun Yakandan bir qancha odamini boshlab Yengsarga keldi va Mahmud Shijang bilan ko'rishdi. Bu qitim uning Xo'janiyaz hoji va Mahmud Shijanglar bilan Yakanda ko'rishgan chog'dagi ahvoli yo'q bo'lib, faqat ikkala odam bilan fidoyilar tushgan yerga kelib, kamtarlik bilan salomlashdi. Mahmud Moitining uning inisi Nurmuhammad boshliq Xotan fidoyilarini qutqizish uchun
kurash qilayotganligiga rahmat aytdi va "Men o'tganda janoblarini obdan tushunmabdiman" deb Mahmud Shijongdan afv so'radi. U balkim ayni vaqtda Temur Shijongning Xotan fidoyilarini qurolsizlantirib va Xotanga hujum qo'zg'ab, ularning ko'ngliga ansizlik silib qo'yganligidan shundoq qilgan bo'lsa kerak. Abdulla Mahmud Shijongga Sovet ittifoqidan qurol setib olsak deb o'zining 2000 sar oltin olg'ach kelganligini aytdi. Mahmud Shijong bilan Abdulla Yingsar bozorining g'arbiy janubiy tarafidagi uchar yezisi Tevizmazad degan yerdagi bir hovlida Emir Sahib boshliq Xotan fidoyilarini Yingsar sepili ichidan qandoq qutuldirib chiqish masalasini muzokara qildi. Muzokara natijasida Abdulla o'zi 30 kishini boshlab sepil ichiga otliq o't ichib kirib olib, ondan inisi bilan bir amal qilib ojiz nuqtaga o't ichishni maslahatlashib bo'sib chiqmoqchi. Mahmud Shijong bayqab turib, dushmanga keyindan hujum qilmoqchi bo'ldi. Mahmud Shijong Abdulladan odamlarning qurol-yarog' ahvolini uqqandan keyin ularga beradigan zapas miltiq bo'lmag'achqa qo'l ostidagi fidoyilarning yaxshi miltiqlaridan 27 talni sug'urib olib, har bir tal miltiqqa 100 taldan o'q qo'shib berdi. Abdulla boshliq 30 odam otliq qurollanib Yingsarning yakan tarafdan keladigan cho'ng yo'lini bo'ylab Yog'ochlar mahallasi orqali Allachuqan silib shahar darvozasiga qarab yo'l soldi. Mahmud Shijong uningga zich moslashib, janub tarafdan Majongying askarlariga hujum qildi. Lekin bu qitimqi hujum muvaffaqiyatli bo'lmadi. Bir soatga yetmagan vaqt ichida Abdulla boshliq ko'plagan kishilarga o'q tegib o'lib ketdi. O'q tegmagan bir qanchaylan shaharning shimol tarafi bilan sarkardisi Shoh Mansur Abdulla ning jasadini otqa ortib, ming ta'slikda fidoyilarning qishiga chekinib kelib oldi. Ularning deyishicha, Abdulla boshliq 30 fidoyi chuqon salgan peti shahar darvozasiga qarab ot salganda, har bir dang saroylarda bahramon uxlayotgan dushmanlar bu chuqon sadosini anglash bilan tang ko'chaga chiqib, ularni o'qqa tutgan. Natijada fidoyilarning tangdan to'lsi sepil tuviga bormay turib jinidan ayrilgan. Abdulla bilan 4-5 kishi ming ta'slikda sepil darvozasining tuviga berib, "Darvozni ichinglar" deb to'lisa, sepil ustidagilar "Darvozaning ichi xish bilan qirloqliq" deb javob bergan. Shu arada Abdullaga o'q tegib otdan yiqilgan. Qolgan 3-4 kishi darhol shimol tarafga burilib, fidoyilarning qishiga kelib olgan. Shu chog'da dushmanlar sepilni portlatish ko'yida yer osti yo'li ko'lagan bo'lib, agar fidoyilar cho'qon solmay sepil tuviga jimjit berib olgan bo'lsa, sepil darvozasini ocholmagan taqdirdami bir amal qilib sepil tuvidan yuqoriga yamishib chiqilib bo'ladi. Yana bir tarafdan Mahmud Shijong Majongying askarlariga boshqa taraflardan o't ochgan bo'lsa-mu, Majongying askarlari shaharni qo'ldan bermay, Emir Sahibni qochirib o'tmaslik uchun sepil atrofidagi mahallalarni ching saqlab yetib oldi. Keyin Majongying askarlari sepilga chiqishga bir qancha qitim urinib baqqan bo'lsa-mu, jinini tikib qo'ygan Xotan fidoyilari ularni qilich, kaltak, toshlar bilan urib sepilga yaqin keltirmadi. Dushmanlar sepilni dori bilan portlatib, buzibmu sepilga yamishib chiqolmadi. Shuning bilan dushmanlar bir necha kun sukutda turib olib, Xotan fidoyilarining atiganda namoz bomdod o'qiyotganligidan foydalanib, sepilning buzilgan yerdan qattiq hujum qilib bostirib kirib, sepil ustiga chiqib olib, namoz o'qiyotgan fidoyilarni o'qqa tutdi. Xotan fidoyilari qilich, kaltak, cho'moqlar bilan giralashma jang qildi. Bu dal 3-oyning 28 kuni bo'lib, jangda baxtga qarshi Emir Sahibga o'q tegib qurbon bo'ldi. Vahshiy Majongying askarlari 400 necha fidoyini 5 atar miltiq, pelemot, granatlar bilan qirib tashladi. Bu Majongying yirtqichlarining Qashqar Ko'nsharda qilgan qirg'inchiligidan keyingi ikkinchi qitimliq cho'ng qirg'inchiligi edi. Bu urushda Majongying taraf 800 dek odamidan ayrildi. Xotan fidoyilaridan 100 ga yaqin kishi asirga tushib qoldi. Xotan qo'zg'olonchilarining sarkarlaridan Shoh Mansur, Abdulla, Emir Sahib, Nur Muhammad, Akufka qahramonlarcha shahid bo'ldi. Emir Sahib Yingsarda sepil ichiga qamilib turgan mezgilda
Savut Damulla Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyeti hökumetini Yakanga ko'chirib ketdi. Bu hökumetga qarashli qismlar Toshmeliq, Opal va Qashqar Konshar atroflarida beshi qaygan, puti taygan joylarda chechilib yurib, Emir Sohibni qutqizishga birmu askar avatmidi. Xo'janiyaz Hoji bilan Mahmud Shijang Yakanga kelibla Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyetining zo'nglisi Savut Damulla, Adliya ministeri Zerib Qari Hoji va boshqa amaldorlarni qamoqqa oldi. 1933 yılı 11 ayının 10 günü Qashqarda qurilgan atalmış Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyeti 1934 yılı 4 ayının 13 günü Yakanda berbat bo'ldi. Bu haqda Seyfiddin Azizi Efendi Ömür Dastanining birinchi qismida mundaq deb yozadi. Xo'janiyaz Hoji Erkash tamda Sovet ittifoqi taraf bilan yana munosabat bog'lab, qurol setib olish uchun 200 sar oltin o'tkazgan. Sovet ittifoqi taraf Xo'janiyaz Hojining Shingsey hukumati bilan texmi ittifoqlashishini va Sharqiy Turkiston Istiqloliyat Cumhuriyeti hukumatini yo'q qilishni talab qilgan. Xo'janiyaz Hoji shu chaqda Yakanda turayotgan Mahmud Mo'ytiga Sabit Damulla va uning hukumat a'zolarini tutish to'g'risida buyruq tushirgan. Mahmud Mo'yti bu vazifani qo'l ostidagi G'ofur Tuanjangning ijro qilishiga topshirgan. G'ofur Tuanjang Sabit Damulla bilan Zerib Qari Hojini tutgan. Keyin ularni Oqsuv orqali Urumchiga avatib bergan. 30-yillardagi Şinjan voqealari to'g'risida yozilgan ba'zi maqolalarda Majuying Sharqiy Turkiston Istiqloliyat Cumhuriyetini yo'q qilg'uchi Angliyaning Qashqarda turishliq konsulxonasini qorishib olib, heliqi Cumhuriyet hukumatining odamlarini tutquchi, vatanparvar Sovet ittifoqiga o'g'inish uchun berishni talab qilgan ilg'or, taraqqiyparvar, o'z qo'shini ichida buyuk inqilob mezgilida Sovet ittifoqida o'qigan ilg'orlarni maslahatchi qilib tutgan, bularning ba'zilari tashkiliy munosabatini yo'qotgan kommunistlar edi. Shu sababdan Majung Yingmo kommunizmga qarshi emas edi va kazalar deb ko'rsatdi. Meningcha bir odamning birla vaqtda ham jahongirlikka g'alchilik qilish, ham shu jahongirga qarshi turishini va ham vatanning birligini parchalab, musulmonlar davlati, musulmonlar hukumati qurman deb urinishi, ham vatanning birligini parchalashga qarshi turishini aqlga sig'dirg'ili bo'lmaydi. Majung Ying Şinjangda mushu asrning 30-yillarida ko'tarilgan har millat xalqining qurolliq qo'zg'olonidan foydalanib, Şinjangga hukmronlik qilish, musulmonlar davlati yoki musulmonlar hukumati qurish, u har qaysi joylarda mushundaq davlat yoki hukumat qurish to'g'risida to'la gap satgan. Hatto u Oltoydagi barliq musulmonlarning katiboshlariga xat degan bir nimani yozganda, bu haqda yana valaqlagan. Qasdida bo'lgan eng cho'ng bo'lgunchi va milliy munofiq shundoqla o'zining ashundaq aksiyatchil qora niyatiga yetish yo'lida butun Jungo xalqining shu chog'dagi o'rtaq dushmani Yapon jahongirligiga oshkora setilgan vatan xoini hamda Şinjangdagi har millat xalqini begunoh qirg'an jallod o'zining nafsoniyati uchun ochiqdan ochiq tap tortmay bulangchilik qilish bilan shug'ullangan ochko'z qaroqchi. Majung Yingning Yaponiyaga sotilganligi o'z vaqtida butun Şinjang xalqiga ma'lum bo'lib ketgan ish. Yaponiya Jungoning g'arbini tizginlash maqsadiga yetish uchun Majung Yingni gumashta qilgan va uning aktiv roziligi bilan maslahatchilarni avatgan. Ashundoq odamlardan birisi Da Shijong. U Shingseyning qo'lga tushib qolgan. Yana birisi Kamal Efendi deb ataladi. Kamal Turkiyadagi burjua inqilobidan keyin Yaponiyaga qochib borgan. Yaponiya uni Majung Yingga harbiy maslahatchi qilib avatgan. Uningdan boshqa Yaponiya hukumati 1933-yilning oxirida Şinjang bilan tanishish degan bahona bilan 3 kishilik bir guruhini Şinjangga avatmoqchi bo'lgan. Ularni Sovet ittifoqi zemini orqali yo'lga salmoqchi bo'lganda, Sovet hukumati pasport bermaganlikdan borolmay qolgan. Bulardinla Majung Yingning qandaqdir inqilobchi emas, aksicha chet el jahongirlarga yo'linib, bir aksiyatchi bo'lgunchi hokimiyat tikilmoqchi bo'lgan xoin, suiqasdchi ekanligini bilib olg'ili bo'ladi. Davomi bor.